Hozir sizlar bilan Fenty'ni buji qalamini test qilamiz. Qalamiga juda ham ko'p yaxshi odzivlar eshitganman. Narxini men sizlarga ma'lumotga qo'yib qo'yaman. Bu qo'yayotgan narx albatta naloksiz. Highlighter esimdan chiqib qoldi. Bu boshqa gap. Ana ketdi, test qilamiz qizlar. Birinchi qo'limda sizlarga svochini ko'rsatmoqchiman. Surilishi yoddiy suriladi. Prям juda ham yumshoq. O'zim men korichnevroqini olmoqchi edim, qarasam korichnevlarim ko'p ekan, men bunaqangi rozovoy nudim kam ekan. Juda ham stoyki qalam deb aytishgan qizlar, men kuni bo'yi tekshirmoqchiman. Mana shu videoda sizlar bilan tekshiramiz, necha soatda o'chib ketar ekan. И вообще rostmi bu yoki yolg'onmi? Qo'limga videoni boshida surgan edim. Hech qanaqa fiksator sepganim yo'q qo'lim ustiga. Mana o'zi. Labda ko'ramiz qizlar, chunki qo'l boshqa, lab boshqa. Biz ovqat yeymiz, yog'li narsalar tegadi, yog' bilan pomada eng stoyka matova pomada sursanglar ham, yog'li ovqat yesanglar u ketishni boshlaydi. Ana o'shanisini ko'ramiz. Kontur bu mamutda emas-ku, o'shaning uchun ketmasligi kerak bunaqangi pomadalarga o'xshab. Buni ichini sizlar bilan oddiy mamnaqangi essence bleski bilan to'ldirmoqchiman. Bu blesk sizlar bilan obzor qilmaganmiz. Essence firmasini menga umuman yoqmaydi. Amerikaning eng arzon musor firmalaridan bittasi, lekin bir ikkita yaxshi narsalari chiqib qoladi mana shunaqa firmalarda ham. Hozir mamnaqangi ala blesk balzamlari modaga avjiga chiqqan. Menda bunaqa shokoladni rangi. Bu blesklarni ochasizlar, lekin yopa olmaysizlar. Orqaga yo'l yo'q, faqat ochasizlar. Mana chiqqanini ishlatinglar, qolgani bo'lmaydi. Qani? Men rangim emas. O'xshataveramiz hozir. Blesk deb yog'li deb aytolmayman, prям pomada bu. Mana bunaqa shokoladniy oттенок bo'ldi. Meni rangim emas, mayli. Prям qalin. Labda qalin narsa. Ya'ni ana blesklarga o'xshab yoli yupqa narsa emas, prям qalin pomada. Men buni qo'yotganimda g'ashim kelib sezyapman. Yoqtirmayman shu firmani. $3.5 turadi bu narsa Amerikada, o'zining narxi. Bunaqangi mana pittillatib ochadigan Mac'dan boshlandi. Birinchi bo'lib Mac Cosmetics chiqazdi, keyin boshqa brendlar ham shu nimani fikrni uxlatib, mana shunaqangi arzonroq variantlari ham chiqazishyapti. Tak qizlar, pomadani kachествоsi menga yoqmayapti, o'chirib tashlayman, bunaqa yura olmayman. Rangini qaranglar. Ham labimda bilasizlarmi? Qo'y yog'idan oshni yeb, lab ko'chaga chiqib, sovuq havoga chiqsanglar, yog' qotib qoladi-yu, ana o'shanaqangi. Uzr bo'lmadi. Bekorga shu firmani yomon ko'rmayman dey. Boshqatdan освежить qilib yuboraylik qalamni. O'chib ketgan yo'q, vроде. Na всякий случай agar o'chirib yuborgan bo'lsam deb bu joydan qalam. Test qilamiz-yu. Boshqa narsa suraylik. Давайте eng yaxshisi Beauty Creation suramiz. Mana shu eng anaqasi bo'ladi. Nima deydi? Ham konsistensiyasi menga yoqadi, ham rangi ham menga tushadi, tekshirilgan narsa. Labim anaqa увлажненный bo'lib tursa menga ko'proq yoqadi-da, ya'ni yengil tekstura bo'lsa. Og'ir pomadalar bo'lsa-chi, yana havo issiq paytda asabiyligi tegadi, g'ashiylik keltiradi shunaqangi. Tak. Tekshiramiz. Qizlar qaranglar, mana влажная salfetka bilan ham artyapman, ketmayapti. Zo'rg'a, men prям qattiq ish qilasanglar, o'shanda zo'rg'a ketadi. Yo'q, o'shanda ham yaxshi ketmadi. Anaqa qilish kerak buni. Nima deydi? Yog'liroq narsa bilan, sherbetlar bilan olib tashlash kerak. Qizlar, ovqat yedim, bleskim o'chib ketdi, kontur hali ham turibdi. Obed bo'ldi. Endi kechqurungacha kutamiz. Qizlar, kechqurun 6 bo'ldi. Mana labimda hali ham bor. 2 marta ovqat yedim. Bir marta kofe ichdim, 2 marta ovqat yedim. Bittasi shaurma yedim. Shaurmadan oqadi, bilasizlar. Afsuslanmayman olganimda. $22 stoytmi? Bilmadim qizlar. Misol uchun menga bu muammo emas. Agar oddiy qalam sursam, o'chib ketsa, ustidan yana bir marta surib yuborish, chem $22 ga qalamga pul ketqizish. Hatto bilmadim, o'zingizlar hal qilinglar.